Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Xudo xolasa mana keyingi to'g'ri ketaylarimiz tayyor bo'lgan. Bunga qilingan ishlar bilan bitta ahamiyat berasizlar. Xudo xolasa buni yig'ilib sochiladigan razborni tashqari tarafdan tuxumdonlarigacha qilib berilgan. Xudo xolasa mana ikkita to'g'ri bemalol tuxum qo'ygan sharoitlari bor. Tashqari tarafdan ochib turib bemalol olib turib foydalansa bo'ladi. Qo'noqlarga joylarni tashlab ketganmiz. Taylari yelim pol, hamma yo'q bu to'g'ri ketaylarimiz razborka bo'ladigan holatda, yig'ilib sochiladigan holatda, ichkariga ham hech narsa kirgizmay, tashqariga ham chiqarmaydigan holatda. Oxirlarni ham yangicha dizayn holatida qilib berganmiz. Oxirlarni bitta ko'radigan bo'lsa, tashqariga chiqadi, donlarni tozalab turib, ichkariga surib qo'ysa bo'ladigan sharoitda qadrli obunachilar. Taylarda patnislari go'ng tozalagan, surib tortganda chiqadigan patnislargacha bo'ladi. Mana holatda ikkita patnisi bor. Yelim polini orasidan tushib ketgandan keyin go'nglar bemalol tozalab turib, yig'ishtirib olsa bo'ladigan holatda mana tuxumdonlari. Tomlariga обязательно falgalarni qo'yib ketilgan issiqda ancha-munchaga o'tkazmaydigan holatda mana ichkari tarafda don beradiganlarni ko'rsalar, oqchalarni ko'rsalar. Bu yoqdagisi, bu yoqdagisi ikkosi ham ajraydigan holatda xudo xolasa. Qiziqqanlarga raqamlar qoldiramiz. Mana oxirlarni ko'radigan bo'lsalar, обязательно otsinkovka listlardan qilib berilgan setkalari 2 ga 1 setga 1-2 stena, yupqa 0.8-0.7 stenkali setkalardan emas, xudo xolasa yig'ilib sochiladigan holatda. Razborni shunaqangi to'g'ri ketaylar zarur bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqsang, chiroyli holatda qilib beramiz. Mana bunaqangi tuxumdonlari bilan holati shu holatda bitishi 2.8 million ga tayyor bo'lyapti. Agar tuxumdoni zarur bo'lmasa 2.6 million ga qilib beryapti. Agar 4 ta balon qo'yib turib, bunaqa stayishga joylarda bemalol yuradigan sharoitda qilib beringlar desangiz, hop bir dona balon hozir 50 ming so'mda atrofida sotilyapti bozor narxida. Shunaqadan 4 ta qo'yiladigan bo'lsa, 4 ta burchagiga 200 ming so'm rasida bo'ladi. Qiziqqanlarga pastda raqamlar qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bitta like bosish esdan chiqmasin.